Xudo xolasa. 5 oylikdan 7 oylikgacha olishaveradi. Bo'ldi. Mo'ridan yakkalabga savdochi. Yakkalabga 100 ming, 200 ming plyus minusi yo'q. Xudo xolasa optimga ham, donovoyga ham olishaveradi. Xoh bitta olsin, xoh 3 ta olsin, 12 million so'mdan bir joyga bir qayr. Hurmatli YouTube kanalining ashaddiy obunachilar. O'sha Namangan tumanidan kelishdim. Bag'i Jamashovdan kelishdim. O'sha mana shu qo'y fermamiz to'g'risi Mo'rdilada optim yengil dehqon akamiz yerida. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. YouTube kanalining ashaddiy obunachilar. Xudo xolasa chorva degani bu faqat qo'y emas. Xudo xolasa buzoqlarni ham astoydil olib beramiz inshaalloh. Videodan uzoqlashmay, like bilan obunani urib turing, kommentda o'z fikrlaringizni qoldirib turing. Xudo xolasa narxlarni bugun sensatsiya qilib beradilar inshaalloh. Mo'rdin aka yaxshimisiz? Zaynabdin yaxshimisiz? Ha, yaxshi rahmat. Sizmisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa obunachilarimizga zo'r sensatsiya variantida qo'yib beraman dedingiz. Xudo xolasa sensatsiya qilamiz bugunga. Inshaalloh mana buzoqlarni zo'r buzaman degan variantda. Qirg'izistonda o'zini nasldor variantda. Faqat akamiz Qirg'iziston bilan shug'ullanadilar. Inshaalloh videoni oxirigacha kuzatib turing, like bilan obunani urib turing. Narxlar yengil bo'lib boraveradi. Inshaalloh. Mo'rdin buni yosh oylarga qanaqa buzoqladi? Yosh oylarga Xudo xolasa 5 oylikdan 7 oylikgacha olishaveradi. 5 oylikdan 7 oylikka olishaveradi. Inshaalloh. Mana buzoqni yoraman degan. Inshaalloh. Mana ko'ring, mashalloh. Buni sizlarga obunachilar tavsiya beraman inshaalloh. Faqat kanalimizda qo'y emas, mol, qo'y, xudo xolasa echki, hamma narsa qo'yiladi. Ot inshaalloh. Mo'rdin bularni bo'ybasini sekin ma'lumotlarni berib o'tiramiz inshaalloh. Xudo xolasa soni 5 dona ekan. Telefon hisoblari xudo xolasa soni 50 boshga yaqin. Buni sozgina bir qo'ra qilib chiqaraylar dedik inshaalloh. Mo'rdin mana birinchisidan boshlaylikchi. Buni yosh oyligini ham bitta aytib o'tib ketaychi. Yosh oyligi 5 oylikdan 6 oylikgacha olishaveradi. Eng kichkinamiz. Eng kichkinamiz xudo xolasa. Mana metrda qo'ydi. 90 xudo xolasa. Yoraman deganida inshaalloh. Mana buzoq qo'yib. Suyagi ham buzuq variantidan aka mana. Obunachilar oyoq qo'li uzun kelishgan variantda. Tavsiya beraman olishlarini inshaalloh. Buni o'lchab ketaylikchi mana. Bunday varaq qilib olaylikchi. Mana buzoqni ko'ring, xudo xolasa Qoratoydan maza qilib boqaman deganlarga tavsiya beramiz inshaalloh. Qani bo'yi? Bo'ylari 90. Chichak ham 1 metrga olishaver ekan. 90 plus inshaalloh. Buni yosh oyligi qanaqa Mo'rdin? Yosh oyligi bir xil, 5 oyligi 6 oylik. 5 oylik, 6 oylik. Buzaman degan variantdan ekan. Maza qilib boqing obunachilar, xudo xolasa katta qilib mol qilib olaman degan aka ko'namiz. Musofirdagilar ham bexotirjam aloqa chiqarasizlar inshaalloh. Qani buni yosh oyligi? Qani bo'y basti? Buniki ham 95 ta uryapti, xudo xolasa. Mana buzoqlar. Tuyoqlari butun, istagan tuyog'ida mana. Xudo xolasa yemoq ochmog'iga necha kunga garantiya beramiz Mo'rdin? Zaynabdin endi bir hafta undan cho'zishlik yo'q. Xudo xolasa 10 kun garantiyasi bor. 10 kun garantiyasi bor, xudo xolasa. Joni Allohniki misol. Joni Allohniki. Hech kim ichiga kirib chiqmagan misol Mo'rdin. Siz ham men ham kirib chiqmaganmiz. Xudo xolasa. Narxini ham keyin aytib o'tib ketaveramiz. Birinchi yosh oyligi bo'y bastlarini aytib o'taylik. Xudo xolasa bunisiga metr solaylik Mo'rdin. Mana uchtasini pechat qilib boqaman degan aka ko'lamizga. Uchinchisi ham xudo xolasa novvosa. Qani? Xudo xolasa mana metr yerda. Xudo xolasa 95, xudo xolasa 94, 95 chiqyapti. Xudo xolasa. Buni o'lchab ketaylikchi. Maza qilib. Nononi ko'ring akalar, suyagi buzuq varianti, oyoq qo'li uzun varianti. Mana aka kelishadi. Xudo xolasa aloqa qilsalaring yengil olib berishadi. 1 metr, xudo xolasa 98, 97 chiqyapti akalar. Xudo xolasa. Mana total varianti, xudo xolasa. Bo'lmasa Qirg'izistonga tatishgan mollar-yu. Xudo xolasa. Gigant variantidan ekan variantda. Eng yaxshimiz mana shu. 4 oylik, 5 oylik-da. 4 oylik, 5 oylik. Maza qilib mol qilaman, katta novvos qilaman degan aka ko'lamiz. Mononi ko'ring, istagan tuyoq, xudo xolasa kasali yo'q, hammasi sog'lom variantida. Inshaalloh olishlarini tavsiya beraman, xudo xolasa. Buni o'lchab ko'rsataylikchi. Bunisiga kiradigan bo'lsak, bunisi yemga tayyor variant. Yemga tayyor variantda, yemga bosaveradigan variantda, xudo xolasa. Buni ham metrini o'lchab ko'raylikchi. 1.8, 1.6, 1.8 xudo xolasa, 1.7 chiqyapti.
Xudo xolisa 1.5 ga olishaversin Muhriddin mana shuni. 1.5 plyusga olishaveradi. Xudo xolisa mana uni ko'ring. Akalar xudo xolisa suyak variantda. Bular yem yemaganda ular. Yem yemagan dalada yurgan, yengil yalab turishaveradi xudo xolisa. Mana aka tavsiya beraman. Suyagi ham buzuq variantda. Xudo xolisa obunachilar ko'rib o'zlaring tavsiya beraversin. O'z fikrlaringni kommentda qoldiraverasizlar. Xudo xolisa bir boshladan narxlari ham yengil bo'ladigan qilib gapiraylik. Sizga obunachilaringizlar bugun yangimizda. Hop. Bu kanalimiz yangimiz. Xudo xolisa sensatsiya qilib turib yer bilan bitta qilamiz narxni. Buni men sherilari bor, 5 ta sherigi bor edi. 13.5 dan sotdim. Endi oxiri qolib ketdi, endi 13.5 emas, 12 dan 1 joyga olshaman desa ketaveradi. Bab baraka. Xudo xolisa aytamiz, bozorga borib bo'lmay sarson, bozordan o'sha Muhriddin arzon. Ishi boshi ilgari shaytonlar tezga. Mana suyagi buzuq variant. 1 joyga olaman desa 12 million so'm ketaveradi optimga. 12 million so'm ketaveradi 1 joyga olaman desa. Telefon qilsa yana xayr sunnatini o'tib beramiz. Telefon qilsa yana xayr sunnati bor xudo xolisa. Xudo xolisa o'tib chiroyli qilib beramiz. Mana xudo xolisa 300 donasi 12 million so'mdan bo'ldi. Muhriddin yakkalabga savdochi. Yakkalabga 100 ming, 200 ming plyus minusi yo'q. Xudo xolisa optimga ham, donovoyga ham olishaveradi. Xoh bitta olsin, xoh 3 ta olsin, 12 million so'mdan bir joyga bir qayraman degan obunachimizga ketaveradi xudo xolisa. Xudo xolisa dastlabkilar qayergacha qilib beradi? 300 ni bir joyga olaman deysiz. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab bizning bo'ynimizda. Xudo Qo'ran bor desa ashiya beylab kelamiz. Xudo xolisa arqan 5 bonusiga hisob. Bonusiga hisoblaymiz. Bonus mana xudo xolisa. O'zbekiston bo'ylab mana xudo xolisa 12 million so'mdan bir qayraman degan obunachimizga ketaveradi xudo xolisa. Xoh yakkalab olsin, xoh optimiga olsin. Muhriddin buni ikkitamiz narxi qanaqa? Bu ikkitamizga endi bu bittadan chiqaramiz. Hop. Bu bittaga hojaga telefon qildilar-da, "Ke ana shuni olib qo'yinglar" dedilar. Endi chiqib pulga muammo bo'lib olmay qoldi. Hop. Rosa chiroyli oldik. Rosa chiroyli. Xudo xolisa buni sherigi bor edi bitta. O'zi o'sha egizagi dedilar. Egizagida xudo xolisa. Egizagida. O egizagi ketib qoldi. Hop. Uni 15 million so'mga sotdim. Hop. Buni ham narxini ham haligi bu bir xonangizda turishdi, yolg'on gapni kerak yo'q. Tagini yengil qilib obunachilarimiz ertaga seni istab kelishsin-da Muhriddin. Xudo xolisa 14 million so'mdan ketaveradi. 14 million so'mdan bir joyga ketaveradi. Ikkisimi yo donasimi? Donasi. 14 million so'mga bir joyga ketaveradi xudo xolisa. Xudo xolisa telefon olsa xayr sunnatim chiroyli. Xayr sunnati. Buni dastlabkasi qayercha qilib beramiz Muhriddin? Buni dastlabkasi ham O'zbekiston bo'ylab. Buni bitta bonus hisobi. Bonusiga. Xudo xolisa bittasini olishsan ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi xudo xolisa. Mana narxi yengil bo'lgan. Inshaalloh suyagi buzuq variantdan katta novvos qilaman, zodka qilaman degan aka-ukalamizga tavsiya beraman inshaalloh. Mana uni ko'ring. Lekin rosa yosh novvosda, 4 Yo'q, oylik, 5 oylik. maza qilib mana uni ko'rarsizlar. Tuyoqlari ham hamma yeri sog'lom inshaalloh. Yemoq-ichmog'i 10 kunga garantiyani berishdi. Inshaalloh sinovdan o'tgan. Xudo xolisa dehqon akamiz, xudo xolisa olib sotar aliga qilishman. Yengilab kelishadi, yengil bir qayraman degan obunachimizga berishdi. Muhriddin bunisini nech pulga beramiz? Bunisi Go'zallashda oyi bu, ya. Shun rasa xunajini istab turgan variantidan mana buzoqni zo'ri mana. Suyagi buzuq varianti. Akalar mana oyoq qo'li uzun. Xudo xolisa oldi qochdi gapni kerak yo'q Muhriddin. Bo'ladigan qilib yengil qilib obunachilarimizga ber, tagini yengil qilib ber, olishsa obunachilarimiz. Xudo xolisa buni Zaynobdan 15 yo'q narxda 14.5 ga ketaveradi. 14.5 ga bir sanayman degan obunachimizga ketaveradi mana. Xunajin narxda bo'ldi xudo xolisa. Mana molni zo'ri lider variantdan xudo xolisa. Mana obunachilar tavsiya beraman xudo xolisa. Mana xudo xolisa 5 ta. Xohlang 5 tani oling obunachilar tavsiya beraman. 500 ham maza bir qo'ra yeridan dalada yurgan. Uyingizga borib yem yalab tursa molni ko'raverasiz xudo xolisa. Charchoq holida turibdi. Bugun ertalab yetib keldi deyishdi o'sha Muhriddin akamiz. Manzilni yana bir bor eslataman. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman. O'sha optimchilar qishlog'i, Saroyda Shavon yerida inshaalloh. Telefon qilasizlar, yakkalabga ham aloqa chiqarasizlar. Bexotirjam, yakkalabga ham savdo bor. To'liq ma'lumotlarni Telegram, WhatsApplari bor. Telefon nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Xudo xolisa bugungi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xato kamchiligi bo'lsa oldindan uzr.